Hurmatli abituriyentlar, aynan sizlar uchun bu reels yozilyapti. Hozirda siz kasb tanlayapsiz o'zingizga va bugungi kunda dolzarb bo'lgan masala ekologiya masalasi bo'lsa, ekologiya muammosi ko'p yillardan beri muammo bo'lib kelyapti. Shuning hisobiga hozirda insonlarning organizmida ancha muncha klinik o'zgarishlar bo'lyapti. Biz mana shu ekologiyaga organizmimiz moslashishi kerak bo'lyapti. Shuning hisobiga ham hozirda jamiyatimizda, yer yuzida desak bo'ladi, bu gapdan qo'rqmayman, yer yuzida nogironligi bo'lgan, nogironlik bilan dunyoga kelayotgan bolalar juda ham ko'p. Chunki har bitta millatning kelajagi bu yosh avlod hisoblanadi. Ana o'sha yosh avlodni tarbiyalashda va ularni sog'lomlashtirishda o'zingizni hissangizni qo'shishni istasangiz, savobli ishga qo'l urmoqchi bo'lsangiz, maxsus pedagogika yo'nalishini tanlang. Maxsus pedagogika yo'nalishida siz ana o'sha aynan nogironligi bo'lgan bolajonlarni hayotga sog'lom insonlar qatorida to'laqonli, yaxshi, chiroyli yashab ketishiga, o'zini topishiga va biror bir kasbni egallashiga yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Mana